Avtobus bekatiga kelib olganmiz. Koreada KBR sindirish uchun avtobusga chiqilmaydi. Koreada mashinalardan ko'ra avtobus, metrolar tezroq yetib boradi. Hozir biz hatto bilet o'rnida yangi keltirganlarga Incheon aeroportidan tushinglar bilan tashqarida bu apparatlardan juda ko'p xohlasani onlayn xohlasani onlayn olsani bo'ladi. Men kecha onlayn olib qo'ygandan endi chiqarib olishim kerak. Please select the ticketing details. Your ticket is being printed. Biz shu apparatdan bilet olib, Incheon qarab yo'lga tushamiz. Shaxsiy avtobusimiz yetib keldi. Yo'lga tushyapmiz. Bu avtobuslarda hamma sharoitlar bor. Xuddi samolyotda ketayotgandek his qilasiz va chiqayotganda ikkita xolodilnik bo'ladi. Agar chanqagan bo'lsangiz, bemalol suv olib ichib ketsangiz bo'ladi. Koreyada avtobuslar o'z vaqtida kelishiga sabab katta yo'llarda va shaharlar ichida alohida ko'k belgi bilan bo'laklar ajratib qo'yilgan. Unda faqatgina jamoat transporti, avtobuslar va yengil avtomobillardan o'rindig'i 7 kishidan yuqoriga moslashgan va ichida 7 kishidan ko'proq bo'lgan avtomobillar bemalol bu bo'lakda harakatlana oladi. Bu bo'lakka yengil avtomobillar kirish taqiqlanadi. Agarda bilmay kirib qolgan taqdirda ortidan sразу patrul xodimlari kelib to'xtatadi va katta jarima kutib turadi.